Bize adam kırvasını. Söylüyor. Bir adam kırvasını. Assalamu alaikum. Hürmetlik muhaciratdagi aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Stokholmdagi Tug'li Hamiddan hammanglarga salom. Men bir ikki kun azroq bir yer bo'lib qoldim. Shuning bilan shu tor dunyosida qiziq ishlar bo'lib ketibdi. Bo'ladi. Men bu narsalar to'g'risida tushuntirish berib o'tib ketay. Birinchisi, men opam dadamniki o'rligi, erkinligi, qorong'u zindonda yotmaslik uchun Shvetsiya parlamentining oldida 6 oy namoyish qildim. 6 oy namoyish qilish jarayonida faqat ota-onamning emas, Stop China Genocide, East Turkestan for Independence endi shuarlarnikini qo'limda yo'q shu bo'yicha. Shu shuarlarni yatildim, nim qildim, vaqirdim. Xi Jinping terrorist dedim, Chenchenko terrorist dedim. Shuna bilan Chenchenko'ni akatdi. Endi ilaqa to'kpi yaratganlarga ustib ketdi-ku. Bir ish qilib qo'ysin, mening kel deydi ekan, men Chenchenko'ni men katkazatdim Shvetsiya parlamentining oldida. Tillab. Shu ajinda gap. 6 oy jarayonda shu opam dadamniki ishini qildim, nurg'un til ahonatlarga, shu nurg'un ilaqandak o'ng'ishsizliklar uchirdim, ammo to'g'ri, ba'zida ilaqa til haqoratlarni qildim, og'zimni buzdim. O yangi ilaqa boshlangan bo'lgandan keyin shundaq bo'ladiki ba'zi bir ishlar. Ammo men ota-onamni shu lagerdan chiqarish jarayonida ota-onamni men mushundaq aldandim deb Dünya Uyg'ur qurultayiningki ichidagi ma'lum bir shaxsningki ismini chiqarmagan asosda men uni mushunday ishning borlig'ini dedim. Chunki biz bir Tug'li Hamidningki ota-onasinikini ishini qilmagan Dünya Uyg'ur qurultayi qandaq 30-40 million Uyg'urningki davosini qiladi degan narsa keldim. Yana bir narsa, o'kini meni Mirzat Yo'lvas ekranda debtolar mushunda voy 2-4 tal aroqqa, 1 tal soatga deb shundaq gaq ketibdi. Bu sovg'at ichidagi narsalar bilan hammamiz to'liq bor. Buningki narsalar menda ib qolgan. Chunki bu sovg'at qimmatbaholik $30,000 atrofidagi. Bu soat shuning bilan shu kelishim bo'yicha berilgan, keyin uningdagi nafs balasi ko'paygandan keyin yoki meni virus mazgildan foydalanib o'zininki bozorlik qilish quroli yoki eng oxirida bo'lgan chog'da o'zininki bir shaykisi xuddi Aysa alibtekin to'lqin Aysani shundoq yetishtirib shu dadam deganga o'xshash, menim shunga o'xshash kichik menim shu vaqtimdan shoshliqimdan, pokizligimdan foydalanib meni yetishtirish uchun eng oxirida bir to'qay ishlarni qildi. Tamam, men bu odamnikiga jiq kirmayman. Chunki o'tgan bir haftaning bir oyning oldida birinchi ayoli menga telefon qilib, bu ishninki shu sizni hurmat qiladi akangiz, qizlar cho'ng bo'yatdi, bolalar cho'ng bo'yatdi degandek gap qildi. Buningmi men shu hozirgacha tamg'ini go'mmada qo'yib, o'g'ilvaldachilik qilib gapirmadim. Bu bir. Ikkinchisi, meningki ota-onam turmada qarindoshlar. Tunugimni kelgan mushu narsani angildinglar. Shuning bilan u tunugunki kelgan tahdidni angildinglar. Shuning bilan mushuning o'xshash meningki u ota-onam turmada qarindoshlar. Bizningki umumiy Sharq Turkiston Uyg'ur millatiningki manfaatiga to'qilib kelgan, nuqul olib kelgan mushundaq da'vo xoinlarini da'voninki indigenes qilib etilganligi ham da'voninki setib etilganligi, zaminning setib etilganligini men dedim, uning oldidan g'olam ma'lumlar zumrat edimiz deb keldi. Ammo men 6 oy jarayonida izchil dedim, buning eng oxirini Dilyar o'zi musobay xalqaro qonunlar va boshqa o'zininki to'plagan uchur manbalari orqali oshkorildi. U umumga oshkorlaydigan narsa. Bu meningki bu
narsamni bular qanday qilmoqchi desanglar, hozir yaqinda bir kuchlar barliqqa keldi Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida. Mushulam askiti deb ashuningdek ashtaq mirzatdaklarni chiqarib meni tillab shaxsiyatimga tegib, men hozir uningga kirim aldirmay tursin. Tillab ashundaq ilqi obrazimni mushunda xunuklashtirib tor dunyosida mushu narsa orqali meni ashu narsani chiqarib qolamdikin deb bu Ömer Qanat, Quzat bir guruhim Amerikadagilar buningki ya'ni oqida boshqalarmi bor. Bular ashuni chiqarish orqali uni urib tushirib etib o'zlarininki nishon maqsadlarga anoniki Xitoy hukumatiga shu bu nimalarni jo'lib bergandi, 1,5 yillikning ichida nimalarni davatgandi deb Xitoy hukumatiga material sifatida birisiga ani ishdan bo'sh turish, ikkinchisiga mening qo'lim orqali ani qurbonlik qilib, "Avu tug'liq xami seni oshkorladi, men isbotlan chiqadi, bizga amal yo'q, sen chiqat" endi deb mening qo'lim bilan ani urib, mening ota-onamni qurbonlik qilib turmadiki, mening adamni qurbonlik qilib, mening qo'lim bilan uni joylab turib, o'zlarininki siyosiy maqsadlarga yetmoqchi bo'lganligi aniq turibdi. Men bu o'yonga hargiz kirmayman. Xotirangni jam qil, men chiqirdiganni, men Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu so'ng qanot bo'lishga loyiq yetmaydi. Men o'zim vaqt soatgacha yana petitionni birini o'rinlashtirib, so'l qanotnikini shu qo'limdagi angushtlar bilan men o'zim yetildirib chiqaman. Na kirgan chaqda, qaysi siyosiy kuchlarning oldiga kirgan chaqda na dishildig'imni chiqarib berman. Talay jasuslarni, talay qo'ymichilarni, talay ishpiyonlarni chiqarib berdik. Xalq nim qilaldi? Xalq qo'y. Xalq bir qulib ketdi. Ya? Uni men chiqarib bersam, "Avu, Mirzat Yo'lbos" debdi. "Voy, buningki shu dadisi, cho'ng dadisi mushunda deb tahdid qildi-ay. Buning cho'ng dadisininkiga bu yog'anda edi" deb. "Ey, Nijat Turg'unni chaqirib, bir yerda kofeni ko'rishayli, men ishni dal qilaydi" deyotdim. Men ustal yuziga kelmayapman. Eng oxirgi kuni cho'ng dadamga men, "Cho'ng dada, buningdagi telefon kelsa, mening undaq jiyanim yo'q. Men uningdan voz kechdim. Buningdagi men to'g'riq mening ishimga aralashmang. Men buningdagi siz tarafga bormay o'tmay" deb men cho'ng dadamnikiga o'tmagini bir oydan ashdi qarindoshlar. Yag'am bo'lsa, ani Nijat Turg'un turibdi. Ashuningdan so'ranglar. "Voy, juma namozga kel Fikam Uyg'ur masjidiga. Voy, ashu iliqi nimani qilamiz? Mushu iliqi Uyg'ur shu bir kofe ichib bir yerda gaplashimiz, u bu deyilganda gap so'zlar bo'lindi. Ammo men unga yaqin kelmaylik. Cho'ng dadam qo'lingizdagi narsani Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bering deyotdi. Men dedim, "Yo'q, bermayman" dedim. "Bu ikki tal guamyanniki, bir tal soatniki bir pulning ishi emas" dedim. "Bu meningki ota-onamniki, o'zimning hayoti, hadamniki hayotini tutib turgan narsa. Bu iliqi chaqchaq qiladigan narsa emas. Siz aralashmang bu narsaga" dedim men. Keskin parang qildim. "Yo'q, ular jazolatdi" dedi. "Qanday jazolaydi" dedim. "Nimani jazolaydi" dedim. "Nimani jazolaydi? Jazolaydigan o'rin mana Shvetsiya. Shvetsiya psixolog kriminal degan joy, Shvetsiya bexatarlik idorasi, Sakrahat polisi, Sapo bir taraf qilgan ish bu. Shvetsiya mindihat, Shvetsiya hukumati hal qiladigan ish, Shvetsiya qonuni hal qiladigan ish. Men qanday vaqtimda chiqag'im kes chiqarib beraman. Davlatlarning toza o'sha gish jidallar chiqib, bir kozir kelgan chaqda atqim kes, atmag'im kes, bularning qo'lida nurg'un narsalar bor. O'zlarinikini o'zlari ishlasin, har kimniki to'plagan uchiri har kimning o'zining bilan bo'ldi. U meningki shaxsiyatim, u meningki shaxsiy narsa. Uningdan keyin akun tunugan oqshom Bakram Sintoshnikini men yozgandim. Mashunda hadisi 2021 Amerikada o'ynayotdi. Hadisi 2021 Amerikaga kelib o'ynab ketdi-ku. Yog'ammi o chiqirib debdi. Va kirmamsa do'yinga. Do'yin kirib Dilara Qurbon deb bassang ba, hammasi tushirib bo'pti videolarni. Uçur deganni sen bizdan so'ramaysan, o'zing topsa, xalqning orasiga cho'ksa. Tushundingmi? Biz o'zimiz chiqqan narsani sana chiqirib bermaymiz. Seni o'yna deb, seni o'yinchiqing emas. Agarki turmaning ichida qeyri boylar, mo'mayninki hayoti, bu jonning ishi bu. Sen akilama o Shivsek akappa ota-onamni. Anandaki amalligini qil, adamniki uchun akappa emassan, nima deysan shuni chiqib beray. Kirmamsa, do'yinga kirsan, Bakram Sintoshdan mundaq hadisniki Amerikaga kelib, do'ppini kiyib, ko'zoynakni taqab, "O mego, o'zay mego" deb jigan. Unda o'g'andiki shu dadan qaynandavdi chusi ichiyotdi demay, nima deyman? Dadam oyoqda lagerda deb hadisim oyoqdan Amerikaga kelib ketirgan shuvami? Uning ustiga unimi refiyada oydaydiganning gapi va
Dünya Uyghur Qurultayı bir qaysı qanuni organki bir ishni hal qiladigan. Şunun o'ttirg'i chiqib, bu narsani barlig'ini pash qildim. Qarindoshlar, meningki mishada bir ag'ayna meningdan 5000 yevro, 50 000 svit krona bermayman degan chog'da men o'zim qanday hal qilganimni Nijat Turg'un biladi, Shvetsiyadagi ba'zi birlar biladi. 3 kun muhlat bergan, 3 kunning ichida pulni tayyor qilib aketgan. Mavi o'xshamaydi. Mavi degan da'voning ichidagi odam, dunyo qurultayining ichidagi odam. Buni xalqqa bildirish kerak. Ammo mushta ishlarning barlig'ini bildirish kerak. Ama o ispatı çıkaramdım, çıkamamdım. Mening ispatingni chiqarib, pitnichi o bu deb. Ey, sening pitni qilmagan kiming qamidi? Ey, sen tilga ep cho'nglarni tillamagan. Madinay Bog'dinni tillama o bu deb. Ey, Madinay Bog'dinni tillamay bir qanchalik odamdi u? Ha? Madinay Bog'din. Ya Germaniyada Zulxumar degan singlimizni, shu yetim qizvaldi, shu otamiz kichik osh qizvallar nima haqorat qilmading ey? Cho'p. Sen degan cho'p bo'lgandim baqo qara. Eliqi qirib çöp qurup o'z sesib o'z yo'qab ketadigan. Tushundingmi? Zumrat odamni qanjoq jalab deding? Ha? Sening qizing qiz, boshqa odamning qizi qiz emas, boshqa ayollar ayol emasmi? Jalab demay nima deymiz? Ha? O Badinay Mavdun degan baqo qara, Rifat Musabayniki burun ayol demasan deb beray, men qo'lig'ini ding tutmanglar ko't. Dalbi yo'q, yibban kallangiz seninki. Mirzat Yo'lbas. Yo'lbasingga pay qadaymay qo'nganga tushundingmi? Menga varitangdan qilib bermaysan. Shu Rifat Musabayning xotini de, Umar Musabay, Umar Qanat, shuning bilan ag'inti uyiga kirib, ikkisi qilishib, xalqning uyini buzib qilgan Umar akam shu, tushundingmi? Avi xalqni aroqkash qilib bitib, datkisab qo'yib ketgan Madinay Bog'diniga adam shu. Rifiyalik xalq bilan yetishib, tushundingmi? İki yıl sesip gidip, Amerika'da Türkiye'ye gidip, kege adam şu. Ömer Kanat'ın jürgidi dede olamdı, pede olamdı, mening işim yok. Hazır bütün milletin jürgidi deppa. Bütün milletin jürgidi kanavatıdı. Sen adam mı sen? Ha? Seni apan kandak tukkan nime sen? Hili akanını çıkıp, vay mening akam geydi. Vay mening apam tükep git, pullarını kaptı ki, akam ili vaptı ki, şunun bilan men u narsani talashmaydim dedim. Yili xotinimningki ayoli tugab ketdi-yu. Uningdiki xotinimning ayoli tugab ketdi, men 40 kungacha chiqmayman vafodor deb bir hafta oldikayni yo'qolanglar banan. Sening yuzing bilan qo'ng'ongning farqi yo'q. Chiqib olib, ani qilma, mani qilma, ishtonning ichidagidan boshqa nima gapni qila olaysan sen? Ishtonning ichidagidan boshqa nima gapni qila olaysan? Menga demadingmi Amerikadagi og'aylarimning ayollaridan bir nechini o'ynab qo'yganman. Ben qaytib qaz qanday qilaman afkam deb menga demedingmi? Meni Shvetsiya konsuldan vaqt elib kirib, ancha-muncha ishlar desa ma'qul deb. Shu ishlarni qilib, ota-onangni chiqarib olmamsan degani kim dedi? Men san Mirzatga, menda ishni qilmajimi, meniki yonbasma, menga singillaring borki, san teqqansan sen. Va mening degan uydagilarim degan general Fusiling, u bu degan kim o? Senmi, sen emasmi? Ha? Ya men Gollandiyaga qandalachlar berib qoldim, san deb beraymi? Ben Fransiya ticaretinin iş bilen bağım. Ben Gollandiyaga Havdal bir akımız var, yaxşı ötüdüğün. Şunun yine ötüvatkan çağda sen, o mış kızvanı qıp gitti. O bu dedi, ben o kızvanı izledim, düşendin mi? Bir yerde 4-2 adımız var, yani bir kızvanı var. İzdep ben dedim, 2000 euro pulunu ben sizge hazır vereyim mi? Ben cidilinizi ben setip alay, kanda güyken o dedim. Düşendin mi? Qagan xalqniki yatqan qopqa yerda sen bir kamera o'tib engirgan ovozli. Ya qo'yavita unda bo'lsa, mening qanday videoim bo'z qo'yvat, go'ngsandangmi qo'yvatsinchimi? Qanda satchilikim, millat vatanning ichida men yonmayman. Bir beshim bilan mangama, tushunding? Men senga musha shivitchida foshta oksista deydigan gap bor. Oxirgisi ham beshi deydi. Men sen bir liqitimda mening yataqning ustidagi bo'lamdi. Karvatның üstüdeki bulamdı, munçu düğünü hakkının bulamdı, yani bir kandak videolarımız çıkıramak meydanda. Tank körümüz, yangzanını körüdü xalq, başka nesini körmeydi. Birinin bolsa aşı nesler bilen sen, oy xalqning uyiga kirgan, şu qizal özü chiqsa olmamda meydanga sen bilen, chiqayash qizvalning da bo'lsa. Mavi bugün, banda bir oyun payda oldu.
Qarindoshlar, meni ko'rgansizlar, Mirzat Yo'lbos o'zi chiqirib, o'zi meni sesitmoqchi bo'lib, keyin anadagi ahmoqandagi o bir qora nomer chiqibdi, o'zi chiqirib qo'yibdi, bir atishlik qilib olganki, shuni men bir vaqtda tillab yuribdi. Sen kimlarning aydes deb, Qizil Kirist jamiyatininki qonuniy xilofligi, sening har bir yezib menayotgan har bir narsang pokitlik baqarasa, xalqning aydes kesili, o bu qahar baratning Fatimani Zumrat Tursunga deman o chiqirib o'tdi deb putuyak taqib etgan. Sening ishingda bir narsa yotamda, ya sening sana men ashta gaplarni qilamdim, chiqira ovozimni unda bo'lsang. Sen o'zingchi chiqiblar bu otamiz uchun o'kirab yig'il. Opam dadam uchun yig'ilmay, kim uchun yig'layman? Ahmas muhabbat uchun yig'lamdim. Yoki bo'lmasa tayin yo'q, ishlarga yig'lamdim. Ota-onam uchun yig'layman. Mening ota-onam men chidamayman, tushunding? Senda unda mehr muhabbat yo'q. Sen o'zing degan men opam dadamni shunda qaqshatqam, shoma bir ko'zim quyilib ketgan meningki o bu ondan bunda deb hamma gapni o'zing ekranga chiqib deysan, akam gay deding. Akamdan miras talashmayman u bu deding. Uningdiki Madinay Bavdun degan mushunda iliqi nimo mushunda opamlarni quldak ishiltib uyda u bu deb hozir qopshapti Ömer akanga. Sening Washingtonga kelib, qays cho'kan bilan yotgan bo'lib, ishtonning bir nimasidan ilinib kelib, bilmaydi dema tushundingmi? Amerikada xalq uyg'oq ilinib kelib, oilangni buzitma deb sen tahdid bizga qarshi chiqib, seni-chi qarab buruli haq deganda, to'liq hukam ner turing, bu bak po'qib ketdi. Bu bak po'qib ketdi, ner turing, buni endi sizlarga solido dunyo uyg'ur qurildi. Ko'risiz buni deb. Chiqib ketman chapsang olmamdi, yattazang saqo'gan ishilsang olmamdi. Ishilsang olmamdi. Keşke vitvalak. Bir adam inkas yasa, hatta bir adam seni bunda karıştırğanğa yürek berip qo'ysa, hammasininkini qilib, yürek tatib, ashlarni chiqirib tillaysan, Musa Bayni tillading, Zulxumarni tillading, O'tkir Nashtarni tillading. Mening vaqo qara tug'liq g'uljidan boshqa hech qanday hisobotim yo'q. Men hech qanday hisobot ochmayman. Men ash tüp mana shu ekran oldida o'ynayman, tushundingmi? Meningki undayliqqa chuchak-puchak. Sening yüzlab Facebook'un var. Üzenge içip, üzenge yürek verip, üzang maqtab yezip, sarang sen bir Senin akı degen tillerin mi bağı xijili oldu da tushundingmi? Voy, tug'liq indigenisini demegen bo'z bilmeptik ya, Zumrat edimiz vatanparvar deb qo'ng'ongni elab yüzengi chaplab, sen adam bo'lamsa, sende bir adamninki xarakteri bormi sende? Qo'ymichini deymiz, jalobni jalob deymiz, qara. Buzuqni buzuq deymiz. Shunda deymiz shu, sen yapsangmi yip bulanmaysa, u Ro'shan adamning haqni uyini buzib atganni, Germaniya kadimizning balalarni yetim qilib. Ama Ömer akamning ishlarini ko'rgansa deb berdim, men deb berdim sana juma oldiga chiqib. Og'rib mushta tutib yassun. O'lab ketsin, men chiqmay uddisidan. Tushundingmi? Mana naq maydonda ekranda men chiqib deyman. İlixoliq. İlixoliqning og'zingga ammay gap qil. Ko't musirbatcha. Tushundingmi? Senmi birning bo'lsa, men seni tuqqan dedim-ma sana? Azat dadamlar Tonida Elesfanning ximiya fakultetiniki ziyoli odam dedim. Tuqqan deganni o'zang degan gap o. O'zangning ovozini o'zangga qo'yib berayjima men. Qarindoshlar, uchinchisi yolg'on da'vo dedim. Yag'anmi? Yag'an rost chiqdi bu. Indigenes chiqdi, rost chiqdi. Yolg'on da'vo chiqdi. Qo'ymichinikini Nejat Turg'un chiqib tamg'ini besipadi. Bo'ldi-ku. Yana nima kerak? Shaxsiy o'zimning ishlarini qaysinglar bir taraf qilib bera olasizlar mening ishimni. To'rtinchisi ziminga egi chiqayli. 10 qanot shakllansin deb degan kechilab ishlayapman, to'pni so'zlayapman, ash qilinmaganlarga deb beryapman, video olyapman, ash o'tirasiyalik akalarimiz bilan ash har bir bo'lgan ovozdan dilyarga avatib berman. Mana adash xalqning texnimi o'yg'oqchimi, mana desam degan mashallah, inshaalloh deb dilyar yoz. Kechikmi shu 10 qanotninki ishini ziminga egi chiqayli. Atiga men qurultay, men ustalning o'zida o'tirib qolsa, men millatni setavatmisin, men 10 qanot shakllansin. Xitoy virusininki aylanma nusxalari ko'payib ketib bordi. Xitoy pochilindi. Shuning uchunga men fursatni ching tutayli, 10 qanotni tezdan shakllantirayli deb
10 ming imzo uchun Amerikadan ko'pidan 1000 imzo Amerikadan yig'ildi, qolgani Qozog'iston. Men bilaman nereden yig'ilganini, qanday yig'ilganini, biz hammaniki pasportlar deganni shu nimacha yezib, pingincha yezib, uni degan dokumentlashtirib, butunlay qonunliq qilib, advokatlar orqali uni qanday qilganimizni o'zimiz bilamiz. Yig'di 10 ming imzoni. O yeti tashkilot xalq birlashib yig'di. Endi qolgan o yeti tashkilotning ichidagi kim qanchalik kuchli uni Dilyar o'zi imzoni ko'rgandan keyin shu atroflar orqali biladi. Zimin egi chiqayli, vatanni egi chiqayli, o'n qana shakllansin. Vatanimizning, ziminimizning tuproq sening dading yo'q qara, sening dading otaning yanatiga kirib ketdi. Sen otaning yuzkagidek önkörnün içinde var qara, qavrning içinde apangdan dadang tik o'tirib qolmisan. Bunda munofiqlik qilma qara, hamma odamni tishlama, yaxshi bo'lmaydi. Hamma odamni tishlama qarasa unda. Mening mayli shaxsiyatim kirsam, tatayni men o'ynamayman, sen qimoqqa ochgan, shu qimoqdagi tataylar sen o'ynagan. Chiqamamsa shunday narsalar bo'lsa, shu narsalarni qo'yib atmamsa xalq olamga, Xitoy hukumatida bo'lsa, Xitoy hukumat qo'yib atmamdi. Onu çıkıp varıvan tatay bilan o'ynagan, aniki kirib yatgan. Shu qizolma o'zi chiqib demamdi ekranga. Menda shunda dadi bo'lsa, oshiq beqara bo'lsa chiqib demamdi. O qizolnikinim chiroyli ber dedim qo'y, 2000 yevrongiz men berayman. Meni aparinga uyining oldiga. Shu olim tursunniki desam, ya bo'ldi advokat manda bo'ldi dedi. Oshxonga kirdik, tomoq yedik. Bir necha adlarimiz bilan, bolalar bilan tomoq yedik. Ama men sen deb o'tiramdim, sen o'sha suydik bo'lmasa, manchi pul to'ldim, men mehmon qildim u deb. Onundaki o adaş fukam uyumda kavap qolay dedi. Dan xaqtiki ablatkam deb bir akimizni chaqirdi, uyda kavap qildi. İşidiganimnikini o'zim olay ya men qilay bozor huzurni desam, yo'q fukam meniki kelganki qattiq unda desam o'zilmaydi deb. O adimiz rast demisimi mehmondo'st. Uyda mehmon qurmaydi, qo'li ochiq, ras. Boshqa odam bilan to'rt xotinning oldida o'tamidi. Men akimiz bormi, bunda gitar chaldigan. O bu dedim. Şunu şu Gollandiyaga şu savatning o, mashta ushib ketdi, fukam Yevropada o'g'al yo'qga, cho'pga. U bu deb shu sening yuzing bilan bag'andimi, Mirzat? Sen tinavama tushunama, Mirzat akani qo'ysan, nima o'zingga otamsa o bu deb menga qarnopisa va ko'shminopis qo'ya va seningdan Mo'ng'olning qabillalari yaxshi va uncha-munchilik degan bilan bir ikki tal eti bilan bir tal uyi va u yoqdan bu yoq so'rab tushirdigan. O'zing ishlamaysa, xotiningning chapini talaysa, ey, biz pul teppaqa chiqibpa. Abi Gollandiyadagi bichar Farruh degan baldimi, xotining mishta lagerdagilar bilan aroq. Ya chattiqing nima, haqning xotin bilan kirdi ekan-ku. Sening haqning xotini bilan qoladi ekansan-ku, haqning ishi bilan. Sening xotining o'ynaydi ekan-ku, ana idorasidan feslan qilib yeri kelmay mas'ul qilib latillar bilan o'ynab yuribdi ekan-ku. Hech kimga qarang'u emas ekan-ku, deydi ekan-ku. O'zimni datding-ku, men bir necha oxiramni xotinni o'ynab qo'ygan. Shonman qaytib qolan deb qaytib bo'pti-ku. Peshamanga gumni qilib tamg'ini qizlarim, baldarim bilan u dunyoga ketdim demiş narsam. Xitoy pasport bilan yuribsan bu hozirgacha, hech narsang yo'q ekan-ku, ey. Sen yaxshi bo'lsan, sen Amerika hukumati bermamda, ey. Menmi qilgan urush jidalni qara, Shvetsiyada menmi o'ynagan jidalni, ko'chini, jamiyatni menmi o'ynagan, tushundingmi? Menga ba'di 12 yilda bo'lsa-mu, men 3 yilda mehnat qildim. Necha turg'uniga akimiz dedi-ku, bu inimiz Xitoy restoranini ishlab boqmaganda. Men ishki belikimga tayinman, men jalab xotindak og'zimga tayanmayman, uni tishlab, buni tishlab, quzatdim pul elib, u yerdan vazifa elib, bu yerdan vazifa elib qilmayman. Mening necha maydonga chiqa, maydoning emas, sening chiqidaka pipi. Maydon deganda mana bizning maydonimiz bir turyapmiz hozirgacha ezib ketmadik. Inshaalloh buningki oxirgi turimiz. Haqning ustida turimiz, adolatning ustida turimiz. Chiqira qanday narsan bo'z qo'lingda. Çıqa. Muşu videolarımda toplaq taqtıytınlar. Kang cemaatçilik görsün. Erkin Tekas'nın kızını bir nima dedin deb. Erkin Tekas meni degandan keyin qizi xato ish qilganki, xato ish qildi deymiz. Norvegiyadagi Abdurashid xato ish qilganki, xato ish qildi deymiz. Turg'un Aloviddinni birisi ish qilib cho'ng dadamni beyaram qilganki, uni tilladim. Hamid Nasriddin g'ororimga takkanki, Hamid Nasriddinning urdiqali yeriga urib kirgizib atdim. Mirza akam Abdurashid deganlarni. Yaqında Nabijalanikini deb qapsa, ey, Nabijalaga qara, meni biqinimda men raqib bo'lanmaydi, qara sayolanmaydi, tushundingmi? Men uning ay Solihning bo'ynini julib etman degan narsalarni dokument yozib, men surgun hukumatninki ay Solih Xudoyorning ishini men Shveysariyaga ko'tarib chiqibdim. Ulovli xotlar deydi, tushundingmi?
Tehdit ve ölüm. Manda qildi, ma tashkilotning xo'jayiniga, mana mushta qilyotdi, bizlar aytishyotdi. Manchinjillar mishtinda nimaga ketdi, Suriyaga ketdi deb, mening ikki tuqqanim bor deb, ikki Uyg'ur g'uljilik baldanki ism familiyasidan tortib menda hamma dokument bor. Suriyaga ketgandan keyin tortib, Nabijalarning-ku qara, onasining haqqi va Shvetsiyaning garajdan turib Kanadaga ketma deb, Gulisha Paranglar, Mehmet To'xtulov bilan Türkiye'dekilerninkini biz 10 bin imzanı algan bile kanunlaştırdık. Qara Mehmet To'xtulov kanunlaştırıldı mı? He? Kanunlaştırıldı mı? Kanunlaştıramaydı, oynayamaydı, karango bazada oynaydı. Biz degan kanun bilan yo'q. Ada mintiqa nabijalat bir tal demisida, men onu qanday joylayman ki? Ya joylasin. Birisimi joylayman deb kelib o'z joylanib ketdi. Eliq 8 o'zbekni onu bunu depse, şir ko'rashni onu bunu depse Amerikadagi. Onun bilan men ayrim deyishimi. Çandan o mening pulim emas, mening kichik opamning balasining puli Amerikaga chiqib deb pulni bermaganning ishi. Men onun bilan ayrim deyishim. Men 5-oygacha Amerikaga dassayman, sen xotirjam bo'l. Sen kel açan. Meni tak etib chekalaydigan bo'lsang, men mashar yalang'och video qilib kesib, men mushta qilib sangiltib, san ko'zitib qo'yman, tushundingmi? Sen o'zingcha O'rta Osiyoda ya bir Turkiyada yashayotgan ekan qo'tamsan? Seninki mana tunugunki kelgan tahdid bilan, tunugunki ikki qitimliq meningki shaxsiyatim kirgan, menga hujum qilgan videoning o'zi sen chatda Xitoyning ichidagi Gobaodagi aqllaring bilan birlashtirib menga hujum qilding tunugun. Men Eastern akamga deb a videoninkini ingliz nusxasini kirgizib, men Amerika hukumati bu ishni hal qilmamdi, men konsulga topshiraman. Tushundingmi? Mishunda gap. Mani sen bilib ol obdan. O'tirma 1 minut. Men mada qonunlik qilmay ishni qilsam, tushundingmi? Mayli Amerika hukumati seni qilamdi, qilmamdi. Sen ekranga chiqib, shu ism familiyalaringni menga debba, tushundingmi? Men Amerikadan appointment elib, konsulga men tunugunki video bilan Saloh Abdullayev Twitterga chiqargan bilan birlashtirib turib, men qanday qilamanki seni? Mayli bu ish adaq chiqsin, adaq chiqmasin, sening qog'oz ilishingga taqishidir. Sening Ömer akang sen qog'ozat berma deb seni ishirtdi-ku. Men qog'ozat bergini ko'ray Ömer akangninki, juma. Qarindoshlar, meniki xatoma da'vat qildirim. Qachon o'sha haqninkini o'tganda mana Faruq degan bolaninki qachon o'sha haqning xotinning ishiga kirdi yoki men kirsam men bu da'vodagi buzuqlarning ishiga kirdim qara. Men tashkilotda emas. Men o'zim ayrim bir shaxs. Tushundingmi? Men obdan tushunib olsam. Gollandiyaga texi Fransiyadan voy berib kel, evet u bu sen-ku shu. Meni yat ayollar bilan benormal. Ya sen ağzımga bir gap kelgan-ey. Isbotingni chiqar. Dilara Qurban deb bassang, kep o'ynab ketibdi Gollandiyaga 2000 Amerikaga. Bayramsin tashlan hadisi. Da'vo qilayotganlarning holi mushu qarindoshlar. Doyini vala kirib ko'ringlar, ishdan tushirib elinglar. Tushirib olgan qarindoshlar bor. Qandal ish olsa, birdan bo'lsa to'y qilinmagan. Ya men-chu qaray. Unda haq iliqi og'zimga bir gap ketmas, emasligini qara. Men o'zimniki g'uljidan, o'zimniki mahallishidan tonish bilishnikini olib kelgan, oxiri chiqmay qoldi. Kupurlik qilma, seningmi qizing bor. Tushundingmi? Seningmi qizing bor. Vaqt, sharoit, zamon, makon shuningga kelib qoldi. Nurg'un ayollar ayrilib ketib qoldi. Nurg'un ayollar baxtsiz bo'lib ketdi. Millatimizdan beshak kelgan qon qismatni sen o'yin qilib, buni o'yin tariqasida haqning kishilik huquqiga tegib, mana shunday qilyapsan. Men tekkan bo'lsam Ro'shan Abbosning ras, Madinaning ras, Umar Qanotning ras, To'lqin Aysoning buzoqchilik qilgani ras. Hammasiniki ras. 5-nuqtada shu sen. Uy borgan bo'lsang, qanday chiqsin shu sen bilan shu qiz bola ekranga. Anandikin paranglishili. Haqnochi qaramada turmush qurdimi? Deb bunda bilib oldikan, kallangni ishlat, lok ko'shqi kalla. Kallangni ishlat. Manda atrofing qara.
Haq turmush qurdimi? Men bunday magapni qilsam qanday bo'ladi? Haqninki, meningmi qizim bor degan narsani o'yla. Birning bo'lsa tuniga ekranga chiqib bu analarimizni tillaydigan, tillaymi qanaqa? Buningdagi texmi tillaymi? Kalaning mingizigusi tuyuqsi qirab deb xo'jayinlaringni tillab, sen yo'lvas emas, sen bir tuk, tushundingmi? Sen bir cho'p, eliqi maydonlarning atrofidagi cho'plar va qirib tashlaydigan. Aktalilar quriblam o'z yomg'ir yig'iblam, seslam yo'qab ketdi. Sen ses bo'lding, tushundingmi? Sen sesib ketding. Sening obro'ying qolmadi, o'zing bilsa, hech kim meningda yo'q, yezib bergan. Ashunda qilib yurisa, quvonib chiqib. Iching yomonlik qilib, zaharlik qilib, oyliqi do'yinimdimi, fukom do'yinim taqirib ketdi. 40 ming finsoring vaka, o bu deb. 40 ming finson nadin keladi? Og'zimiz gapimiz o'g'ashqa, chiroyli bag'an haqqa o'xshashga yigashgani chiqamaymiz. Bag'an tarixiy yalan chiqib, yaxshi narsalarni so'zlab, xalqqa umid berganak narsalarni chiqarishqa, agash ko'chirim shunda 40 ming bor. O menga berib olsang ulatdi 40 mingni oba. Ay yo'q qala menga. Sadaq eshakning keyin 40 ming finsa agashamda menga. Sen şu mirzat yo'lvas, sen şu tushundingmi? Sana men mushunchalik yaqinman, buningdan kunda chiqib meni tillamsa, kishlikimga unda qilamsa, qanday qilsang o'zingning ishi, tushundingmi? Bu bana şu Medine bağdım bile Ömer Kanat kırmızıyan dep bana yalvarıp neçe gün ya telefon qatqan, ben telefonda bunun boy vermedim ki. Şununla bu şu çiçanşıp tünügen çapanını yaştı. Nima deb ishimiz o'tirsida qoldi, xalq manbarimiz kerak. Zümrət Tursun, Ötkür Nəştər, Alim Necat, Dilyar Musabayevlar meni kallamni burib etdiki. Amerikadagi uçurlarni menga yetkazib berdi bu. Bo'vatqan Murat atamanni tilidan ey. Bakram Sintoshni yuragi yo'q deding, Quzatni Shavrin, maktabdagilar menga deb berdi deding, qara. Bütün hamma narsani o'zing yo'tkaysa, qara, bütün narsani o'zing qilsa, shuning uchun sendek ishninki chiqib oldida, qavashning oldida ovozingni biz olamiz. Qarshimizga chiqqan chog'da qo'yib beramiz. Norvegiyaga Zumrat Tursun, men Amerikaning uchirini aytdim. Men kerak emas Zumrat adam bilan unda biz g'aybat-mayvatlar qilishmaymiz. Fikam ota-onangizga uyga chiqing, ota-onangiz chiqsa, chiroyli o'zingizning ishini qiling, turmushingizni quring. Bir danib keling, bir issiq joylarga berib, yaxshi turmushingizni quring. Men bir yaxshi qizlarni sizga tanishtirib qo'yay. Bu atrofimizda nima psixikangizni yaxshi tangsang, u bu deb oqsham degan Zumrat adam bor-ku, menga degan telefon qilgan odam shu gaqilib meni shu ko'ngliga mushbal bir nima bo'lib qolsin deb, bu odam men uniki xiyolim qolmayman, unda desam, ya fikam endi ko'nglingizga mushta bo'lib qolmasin deb degan oqsham degan atganligiga u yoqdan parang qilib, bu yoqdan parang qilib, uni deb kuldirib, sen ya Zumrat adashniki qo'liga suv qo'yib bermaysan, o'tganda degan voy Zumrat adash degan o't yurak vatanparvar deb qanjoq jalab deb chiqarib atding-ku. Jalab atlaring elingda tuz ko'maydi. Pak bir xotin chiroyli bolalarni beqib o'tirib atdi. Haqning degan bolalari bir chiroyli qara, bolasiniki Ilyar inimizning shirkatlari bor, o'z boshqurishadigan. Singlimiz degan doktorlikni o'qib, xalqaro munosabat konsulda ishlaydigan, bundaq narsalarni qilyotdi, maktablar praktik qilyotdi. Tushundingmi? Ma ana degan manda ana, yo'ldasholmagan bilan. Sen mi kötürüp gitsen-ku, men mi kötürüp qo'yay Zumrat adamnikini? Yarışıdı, kötaganga tushliq. Kötagichilikka ba adamnikini kötürmez. Haqqı deyse, haqqı deydigan sen hammani chiqib haqning bishnimizni qo'yib qo'yiblar muamanda deb degan o'pgan yo'q gazton.
Depeme bana kerek emas. Coşkunun küçüğü. Ben senden bir narsa sorsam bo'ladi da. Ben sen degan gapning qaysi birisini to'g'ri yuziga chiq deb baqdim. Mana bu shunda emasmi, qarindoshlar? Sen o'zing Bunda sarang emasmi bu? mening men sen to'g'risida nimlar chiqib uni sen demasang ham odam biladi-ku, uni chiroylarini qashtab olib. Ma endi esi kiyibdi, ma men bilan tuqqankan. Dəstəl bilməydi ki. Elə ki Xalmarat Ömərninki də hopur Musa Aysa dese, o Aysa ha bo'ldi deb ila ko'chalar ila bital nemesi ish uchun ila ha bo'ldi bildim. Tashchida degan elefantiyanda desam dal aytdi. Mushta sarang emasmi bu? Oxirini. Voy sening chiroyingga xalaq tukirib bo'ldi ha. Yaxshi Sandık kallıvama ve yizqiqidaka. Bana qarindoshlar bu ashtan men sening tuqqaning deb o'kinib, meni tuqqanim dedi deb nima jurib, ben onun bir tuqqanim demedi. Men Azat deb bir dadimiz var, mana shu Elizabetninki fakultetida, ximiya fakultetida shu dadimizga voy mening dadam taniydi deb qildi. Ya sendek tuqqanim bo'lishni Xudoyim saqlasin ya. Ilaqa G'olam qurban ustimiz Mehmet Tohti ya degandek sendek tuqqanim bo'lishni Xudoyim saqlasin ya. Ya Alamet Mirzat ya sen figurang bilan o'sha yuzingninki qayiqini sendiki bu iqtidorlarga, sendiki bu mujassamlangan narsalar Tesla mashinasimi yo'q ey? Kötü. Sendiki bu qilinlik, sendiki bu rasvolik, sendiki bu nomussizlik, sendiki odam tishlaydigan qo'y. Bu tilim ojizlik qildi meniki bor. Ba'zida shu ilaqi qana gap qo'y deb bir ila qo'liqlarni qana gap qo'y deb ilaqi bir temadan chiqdi-da shunda. Qarindoshlar mana ko'rdinglar, mushu mazmundagi naq maydonni qildim. Eng oxirida qarindoshlarninki huzuriga men bir tal yumor aytib beray, ya. Voy o'kin degan bu ilaqi ras, ilaqi yumorni aytgan kundan bu yog'an deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Dilyar Musabay dedi-ku, tamojinda tutilib qopti to'llaring deb. Bu indigenuslar bo'lgandan keyin shu Amerikaning tamojinninki bermabdi. No deb. You are indigenous people deb bermabdi. Şaxşun bilan atib qo'yibdi Ömer Qanat bilan quzat qo'ygan Şaxşun bakanay azroq tera bunday yoqtimda asiliga. Shularni taqab ketibdi. Sen go'ylar nomus qilishmaydi, bir-birisiga to'n kiyib, indigenusmi to'n kiyamda va Uyg'urning to'nini, Uyg'urning madaniyatini, Uyg'urning narsini inkor qilib bo'lgan go'ylar to'n kiyamsa dexe. Xijilmi bo'lma, bermabdi-ku, ana tamoshnadan.
Bəməydi, Uyğur kişilik hüquqida işləmsə, nə deyirsiz? Amerikanın vəziyyəti başqa yoqqa ketdi. Burunqi senin davrin ketdi, Ömər Qanat. Bizning kaynimizda cho'ng kishilar bo'lmasa, biz oldiga bunda chiqib burunqidek biz 2009 mandalarni qilolmaydik. O cho'ng kishilarni unig'izmaydi. Tushundingmi? Biz o'zligimizda mana chiqib qolgan odamlar emas. Qo'limizda 2-4 tal dasmir, bir tijoratchimi yo'q, qo'lida 2-4 tal dasmir bo'lsa, bir mablag' solmaydi. Shuning uchun qo'limiz, sen bundan narsalarni tushunamsan va indigenes. Tonninkini. Ton. Tonni tatibdiga ana bugun sana ala shu doir chaqchaqdan birini qivitib naq maydonni oxirlashtirma. Mavu Dolqin Aysa Amerikaga kelgan vaqtda nima qildi ekan-ku, iliqi axborot bizga xalq soti deymiz, uni axborot kutilish, men javob beraman degandan keyin Mirzat Yo'lvoz kamerani ochib, men bongdim qirindoshlar, qanda savolinglar bo'lsa, mana men deb degan ay to'xtatgan yerlarni chiqarib, uni qilib, buni qilib kelyapsa, men Virginiyada bir akimiz ko'rib qoldik ya buni. Ko'rib qilib shuning bilan og'aynisi telefon qilgan, "Ya adash, mening mavi vatanda tuqqanlarim bor. O yo'lvoz tog'dan tushyapti. Men Dolqin Aysan yap qo'ydigan bo'ldi. Xapamaysan berib, yosh bolalarni bir tutib olsang, iqomatim yo'q alaninki. Mush yo'lvozni bir tutib olsang sen, bika dokumentlarni olmagan xotin bolasi abal solinib ketsa bo'lmaydi" desa, akimiz yo'q, qaysi yo'lvoz u desa, "Shay bo'lsang bilsa, shu yo'lvoz deb birisi bor." Deb bu akimiz shu shankolarni kiyib bor ekan, yig'inga berib, yana bir Virginiyaga telefon qilib akimiz cho'chir ichib o'tasa, WhatsAppda tiring qilib ikkita rasm keldi ekanda. Mirzat Yo'lvosning keliqi Dolqin Aysa bilan Qurbon Tulumdek tushgan rasm. Kelib, keyindan yana ushliqli bir ovoz keldi ekanda, kelib, "Ya ada, sen degan yo'lvosing mushuma?" Ya bu tağda yo'lvoz shu degandan bu dunyo Uyg'ur qurultiyining serik ko'makka kirib chamrakda atlab o'ynayotdi-ku. Sen hozir dunyo Uyg'ur qurultiyining chamrakning ichida o'ynaydigan bir yo'lvoz bo'lib ketding sen, tushundingmi? Qo'ng'angni jo Mirza, tushundingmi? Meni nima deysan, nima chiqirsa, u o'zingning ishi. Ilixoliq anda, ilixoliq menda deb ketibdi. Ilixoliqninki to'qindiranmaysa va go'yo bağa yeringnim ko'diqi chochlaring degan moylashib ketibdi. Ashada kiyimlaring degan lopor. Ashu degan, voy deb degan, ashu degan umr Dolqin Aysa meni mavu nimamga ajab bir nim qilib ketdi, bu meni yo'lvosim bor dedi deb. Menga sen Dolqin Aysa ko'zgilamda, nija turg'inga debdi-ki, mana bizni izilib oldi, menda oldi, nim bo'ldi deb. Moylashib ketgan xalqning uyiga tushib, sen vijdon bormi go'yo? Xalqning o'tirib, meni xalqning uyiga tushib deb ketibsan texi. Xalqning uyiga yotaqolsang menda, arayal xalqning uyini milash qilgicha. Yotog'ingni elib, chiroyli yuyinib, apo so'rsam Dolqinga men aldira aytdim. Men xato qilib qo'yibman, sizni menda deb qo'yibman-ku, ammo ko'rgandiki menda bo'lmaydi deb, menda ketmamsa, latay, qasqas. Jimbil manta. $500 setilib ketibsan-ga, bir vaqt tamoqqa meni chiqib Amerikadagilar kutib oldi, quzatlar qaytib keldi deb, ukam senmi qaytib kelding. Va men Trapni qaytib kelsin deb aldirasham. Mendan qaytib kelgan joyimdami? Sen o maydoning yo'q-ku, peqirab yana qaytib kelsa, yana kayningga peqiraysa. Sen o'sha yiliqi naq xiymanning keliqi arish yo'lvosiga o'zgarmasdan oldida keliqi lamg'azal bir yiliqi yo'lvos bor. Nima qilib oldigan? Naq o'sha go'ysan chaqmoq chiqib kelsa turgini oldigan. Yes, sana chiqib beramdim men, ey. Qarab baqa, sen yo'lvos bo'lsan, gangirya akan o'tiribdi meni oldingda. Voy. Yo'lvosdek bolalar vursangdaklar chiqib urib o'ynaymiz ha, sendek. Qurultayning nomerliqlarini urib etdim ya, sen nima ey Mirzat? Qurultayning nomerliqlari xiybalarni urib etdim ya, taqir-tuqir ping-pong cho'q qilib etdim, yoqdim tik-tang. Sen nima-san? O'ynab bermanglar yo'lvos. Qo'ng'anglarni qisib chamrakni, o't chamrakda o'tinglar, endi hozir o'tning ichiga kirib qoldinglar sizlar ham. O't chamrakda o'tisizlar yoqqa. Naq qilib. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa tunugan amallarniki cho'qim mening do'stlarimningki kayfiyati buzilib qolgan.
Kayfiyatinglar men tangshab turman. Men to'g'ri hamid yana bor. O Mirzatning tillig'iga, yana bir nima qilganiga men iliq yo'qab ketadigan unda nima emas. Undan keyin bu mushu iliq Gollandiyalik Saydullam degandan menga iliq chiqib o'zichilik. Hozir iliq Mingxing bo'g'is kelganlar, iliq Wanhong bo'g'is kelganlar. Iliq nima qildi ekanchu? Mening ismimni deb tillab oldi ekanchu. Voy to'g'liq, munda qil deysizlar. Aychilik uni chiqib men bir yig'iz gap qilib qo'ysam, shuning bilan ulayliqqa cho'lpon bo'lib ketar ekanda. Ya bekorlik tillamay, meni pul berib tillanglar bo'ldi. Mahsulotlaringlar bormi? Men chiqib e'lon qilib beray. Ya menga yurak, kulka, anda menikin hambarlaringlar yozmanglar, ko'ranmaydi baqo ya, yama ish qo'ta narsa bu. Yurak sanaydi erkin. Erkinsizlikni tilagamsan qanday qilsa, erkinsizlikni osmon bilan ish bo'lgan bilan bizning zimin bilan ishimiz bor. Uni qilib chiqayotgan jidal erkinsizlik Mirzat yo'lvas deb qilganga chichivatding qo'ya, quyrug'ini shapit qilib ket, mashinada ko'tarding quyrug'ini. Manda ko'tarilmadi, tek manda ko'tarildi sening quyrug'ing. Erkinsizlik birim deb qo'yganga, "Voy, ey, meni vaqo qara sotqi beramdi." BDT'ga beramdi, 5 burchaklik binoga beramdi, Shvetsiya beqada. Nega bas. Tushundingmi? Shu. Men ondaylikqa sanda yo'lboshlardan qo'rqib qoladigan adam emas. Tushundingmi? Bilib qol. Sanga amdaylik meni kunda tillaydiganingni bilma, mening obro'yimni tushirgani. Chunki men tarixdagi 3 ishni yaratdim. Birinchisi Dünya Uyghur Qurultayıning ichidagi jasuslik nimasini chakkatkizib etdim. Aldab yolg'on davoninkini indigenuslarni ichib etdim. Ikkinchisi parlamentning oldida muqim turib 6 oylik natijam bor. Kameraga tushgan tarixim bor. Atamga birdan-bir ega chiqqan. Ondan China stop nima to'xtat degan. Uchinchisi imzo ichida qattiq kuchab, dilyarlarni qo'llab, o'ng qanotning shakllanishiga qo'limdan kelishicha ozg'incha bo'lsa-mu yordamim tegdi. Xalq buni cho'qim unutib qolmaydi. Sen nima qilding sen? Pampir taqaydigan yo'lbos. Bunday payz qilib berayman-de. İlbalları daydı atandın tola Tarançinin ballari bizge o'xshash parangchi. İli tağları daydı tağları da Xanları de işleydi yo'qsin ballari. Ya qanday ya Mirzat, payzing bormi? Mana. Ya bo'pti ya qarindoshlar unda bo'lsa hamsa, Xudoyimga omonat hamsa. Uylab ketib qolmishsin hamdi. Allohga omonat.